25 dekabr ob-havo prognozi. 24 dekabr soat 20:00 dan 25 dekabr soat 20:00 gacha Toshkent shahri ob-havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-2 iliq, kunduzi 10-12 iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Sharqiy shimol yo'nalishi o'zgartirib g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 gradus sovuq, 2 gradus iliq, kunduzi 5 gradus iliq bo'ladi. Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 gradus sovuq, 2 gradus iliq, kunduzi 2-7 gradus iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1 gradus sovuq, 4 gradus iliq, kunduzi 7-12 gradus iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5 gradus iliq, ba'zi joylarda 3 gradus sovuqqacha, kunduzi 8-13 gradus iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5 gradus iliq, kunduzi 8-13 gradus iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 gradus sovuq, 3 gradus iliq, kunduzi 3-8 gradus iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 1-6 gradus sovuq, kunduzi 3-8 gradus iliq bo'ladi.